Mana uni ko'ryapsizlarmi? Смотрите, это что? На узбекском и на русском языке скажу. Ko'ringlar mana uni. Bu mana shunday qilib, tak сделайте. Mana shunday qilib bilasizlar nima qilish mumkin? Peshob chiqarib qo'yadigan, ya'ni siyib qo'yadi. Недержание мочи. Tushundingizmi? При недержании мочи peshob tutib tura olmaydiganlar nima qilishni ko'rsataman. Siyib qo'ysalaringiz ham, ya'ni nima, yosh bolalar siyib qo'ysa, mayli kattalar ham, yosh katta, otaxon, onaxonlarimiz, buvijonlarimiz. Ko'ryapsizmi? При недержании мочи делайте так. Это будем делать кузнецкую воду. Кузнецкая вода. Так, будем пить это. Я сейчас вам покажу вообще-то. Ой, елки-палки. Извините. Ах. Я сейчас вам покажу. Извините. Смотрите. Қараңдар. Смотрите. При недержании мочи что будем делать? О. Смотрите. Смотрите. Қараңдар. Ko'ryapsizlarmi? Будем пить эту воду при недержании мочи. Peshob qilib qo'yadiganlar, yosh katta onaxon, otaxonlar. Mana shuni. Молотокni qizdirib, надо накалить молоток, молотокni qizdirib, надо намолотить и воду надо, чтобы она погасла. Да хоть и топор тоже будет. Bolta ham qilishingiz mumkin. Mana shu suvni ichsangiz, peshob tutib tura olmaydiganlar, yosh katta onaxon, otaxonlarimizga bolalar siyib chiqsa, ana o'shani ichasiz. Tushundingizmi? Men hozir buni icha olmayman, chunki issiq, yonib yotib вообще. Tarqatib qo'ying. Tarqating siyib chiqadiganlarga. Ya'ni hapchu deb peshob chiqarib yuboradi-ku. Ana o'shalarga ham jo'natib qo'ying. Tushundingizmi? Kechasi siyib yotganlar, o'sha erkaklarni baquvvat qilishiga ham hisoblang. Ishoning siz. Mana shuni ichsangiz, erkaklik quvvatingiz ham oshadi. Siyib chiqmaydigan ham bo'ladi. Aksi urgan payt, kurgan paytingiz bir tomchi chiqmaydigan ham bo'ladi. Tushundingizmi? Agar buni suvga, mana shuni suvga temirni qaynatib vanna qilsangiz, gemoroyga, mana shunday hammasi cho'tka zo'r bo'ladi. Tushundingizmi? Кузнецкая вода. Пейте на здоровье. При недержании мочи. Поделитесь такими людям. Хорошо? Все. Идите делайте.